hunar biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishligi kerak. Inson bolasi borki, bir hunar va kasb egasi bo'ladi. Insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Buni insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh, ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor. Shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi